Shunaqa izdevatsiya qilib kiyilgan oppoq oyoq kiyimlarni ustini va tagini tozalashi ikki xil usulini hozir sizlarga ko'rsataman ay parilarim. Birinchi usuli idishga zubnoy pasta bilan iste'mol sodasini solib yaxshilab aralashtirasizlar. Keyin 100 yildan beri ishlatayotgan eskirib ketgan zubnoy shotkalarni shu tozalash usuliga qurbon qilib yuborasizlar. Bahonada shotkalarni ham yengillab olasizlar. Birinchi oyoq kiyimlarni changini artib olasizlar, keyin shotkani aralashmaga surtib, oyoq kiyimlarni yaxshilab shotkalab tozalab chiqasizlar. Va ketidan nam salfetkada artib tozalab olasizlar. Qarabsizlarki, krossovkalar oppoq qiz bo'ladi qo'yadi. Ha, aytgancha tozalab bo'lib, ana shotkani tashlab yuborish esinglardan chiqib yana joyiga qaytib qo'yib qo'ymanglar, tag'in kimdir massa qilib tishlarini yuvib olmasin. Lekin aytib qo'ying, bu usulda hamma joyinglar to'zib, ancha vaqt ketadi. Shuning uchun ikkinchi usuldan foydalanishni maslahat beraman. Tadam! Oq rangli va oyoq kiyimlarni tagidagi oq joylarini tozalash uchun maxsus tayyor vosk. Hech narsani aralashtirib o'tirmaysizlar va yana ketidan artib ham o'tirmaysizlar. Hammasi ko'rib turganingizdek tez va oson tozalanadi. Gubkasi ham o'zi bilan birga. Gubkasini ishlatib, yuvib, tashlab yana qayta ishlatib tursanglar bo'ladi. Bu voskni oppoq sumkalarni tozalash uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. Yana eng zo'r joyi, boyagi eski shotkalarga o'xshab bu voskni 100 yil ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni anchaga yetadi. Ha, aytgancha, agar sizlarga eng arzon va eng kreativ oyoq kiyimlar sumkalar kerak bo'lsa, pastdagi Dilimnoza shop profilidagi publikatsiya bo'limidan topishingiz mumkin. Videoni oppoq oyoq kiyimi yig'lab olguncha qoraytirib kiyadigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying. Zakaz uchun direktga murojaat qilaysiz. Videoga like bosmaganlarni oppoq kiyimi izdevatsiya bo'lib ketsin.